Alloh bizni tug'ilmasimizdan даже nutfa holatimizda bizni yonimizga farishtalarimizni qo'yib qo'ygan, azizlarim. Yerda ham farishtalarimizni yonimizga qo'yib qo'ygan. O'sha oxirgi kunimizgacha, rizqimiz tugaguncha o'sha farishtalar sizni qo'llab-quvvatlab, asrab-avaylab yuradi. Shunday ekan, azizlarim, sizlarni Alloh shunchalik yaxshi ko'radi. Siz Allohni shunday qimmatbaho, bebaho yaxshi ko'rgani bo'lasiz, azizim. Shunday ekan, bu dunyoda har doim quvonch, mehrda, muhabbatda, baxtda, sog'likda, vibratsiyalarni ko'tarib, quvonchda yashashimiz kerak ekan, azizlarim. Har doim Allohga shukronalik keltirib, azizlarim, farishtalaringizdan yordam so'rashingiz mumkin, buyruq berishingiz mumkin. Bemalol buyuravering.